Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men vala. Muhammed ibn İsmail el-Bukhari rahmetullahi aleyhi Sahih Bukhari namlı kitabıda ayallarınki şu hayz adetki münasebetlik mezmunlar toplulup hayzlar ayallar yani ayallık münasebette mesela turmuşta hayzlar ayallarını iri kuşaklısı olan bu şeriatte ayağı yok. Hakikaten değiştirmeye çıkınca bunu sıkıldığın taraf yok şeriatte. Bundan noktalarını hem de ümmetlerge konkret şekilde bildiriş için Allah Subhanahu ve Teala Peygamber'inki ailesi ve turmuşu arkalık şu Müslüman ümmetke Allah bildirip atıda. Ondaqta biz hadisinki özüge konkret kerep tepsili mezmununu biz hadis arkalık düşünsek tekimi yaxşı düşüneleyimiz. Bu 299 numaralı hadis İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bizge kabise hadis sözlep bergen idi deydi. Bu kişi deydi bizge Süfyan Mansur İbrahim'den, İbrahim Esved'den, Esved Ayşe radhiyallahu anhadan rivayet qilib bergen deydi. Bu ravilarning hammasi tercümalı başta o'tgan mesela Mansur ibn Mu'tamir deymiz mesela. Süfyan Sevri deymiz, İbrahim dediğimiz İbrahim Nakhai deymiz. Bu ravilarning hammasi tercümalı o'tgan. Esved ibn Yazid deymiz, Esved degan kishi. Ayşe Hanım'ızdaki şagirdlerindeki biri. Bu hadiste hem de Ayşe Hanım'ız şundaq deydi. Men ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem işkilimiz cunup halette birlik kaçtın jünattık deydi. Bu bir başta bir ötken bu hadisinki bu mezmunu. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem meni işten kiyiliş buyurattı deydi. Onun keyniden men hayzlar halette Peygamberimiz meni kuşaklaydı degan. Yana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem itikaf qilgan holatida beshini manga shundoq sunib beradi deydi. Men hayzlar holatda Peygamberimizning beshini yuvib qo'yatdim deb ta'riflangan. Endi bu yerda Ayşe anamiz hamda Peygamberimiz bilan bo'lgan o'ziniki ayollik turmushini naytdi ayollik shaklda bu yerda bayon qilib turibdi. Buning bo'ldigan taraflari shu deganni asos qilib hamda bizga bu yerda muhim bo'lgan nuqta meni hayzlar holatda meni quchoqlaydi degan so'z. Ya'ni bu durust ayollik munosabatda demakchi bu jihatda, ammo islom dini shariat ayol kishi hayzlar bo'lib qolgan paytlarda ayollik munosabat o'tkazishni harom degan. Agar buni halol deb e'tiqod qilib qolsa bu kofir. Agar halol deb e'tiqod qilmay mesela o'zining shahvatiga ega bo'lolmay ayollik munosabat o'tkazgan bo'lsa, undaqda bu ig'ir darajada gunohkor bo'ladi. Bu istig'for etish, tövbe qilishi vojib bo'lib qolgan bir masala bo'ldi undaqda. Undaqda bu masala turmushda diqqat qiladigan eng muhim masalalarniki biri. Hamda uningdan boshqa 300 numaralı hadisda yana Ayşe Hanımız deydi, meni ishdan kiyilishga buyuratdi, men ishdan kiyolatdim deydi. Onun kendinden andım meni hayzlar holatimda meni quchoqlaydi deb bu şekilde mi ta'riflagan. 301 numaralı hadisda mı yana İmam Bukhari rahmetullahi aleyh bu vaqtda texmi mazmunni ko'proq to'liqlash uchun, bir-birini kuchlantirish uchun yana bu hadisni keltirgan. Bu hadisda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem beshini manga sunib beradi deydi itikaf qilgan holatida. Men hayzlar turib Peygamberimizniki beshini yuvib qo'yatdim degan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki masjidi shu masjiddan temir choplaqliq. Hozirgi masalan Ravzi Sharifda shu kun chiqog'i qarab maqsaq Ravzdan yoki bo'lmasa Ravzda turib kun chiqog'i qarasak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'niki qabrisi bor. Bir çoğun gömbez var. Şu kabirinin içi hem de asasen Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ninki uyunun orne bulup mu Ayşe anamızınki uyunun orne asasen şu sepninki baş tarafı doğru kildi. Şu yerde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün hayatını şu yerde ötkezgen köpünce. Mescitte itikaf kılgan vaxtıda mescidden temir yönlü plan beşinisinden sunup durdu. Hem de belki çoğun emez. Ayşe anamız uyunun içi de Peygamberimizin peşinde tarafı yok koydu. Resulullah yana
bizimki baş qismi uyga sunulgan bilan Rasulullohning umumiy tan muborak tellari yana masjidning ichida. Demak, ayzar ayollar u yerning xizmatini qilsa bo'ladi. U yerniki masalan bir qism hojatlardan chiqsa bo'ldi, masalan degandek mazmunlarni bizga bu orqali bildirmoqchimda. Hamda 302 numaralı hadisda İmam Buxoriy rahmetullohi alayh bizga Ismoil ibn Halil degan kishi hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot İmam Buxoriyniki buyuk ustozlardan Ismoil ibn Halil al-Hazzaz nomi bilan mashhur. Ayni vaqtida nayati katta ishonchlik muhaddislar qatorida sanalgan buyuk bir muhaddis, o'zini aytib sunnatga chang eslib maqlagan, ko'p hadislarni rivoyat qilgan odam. 225-yili o'lib ketgan. Bu kishi deydi bizga Ali ibn Mushir degan kishi hadis so'zlab bergan edi deb shunday deydi. Endi bu kishi bo'lsa Abul Hasan al-Kufi nomi bilan mashhur bo'lgan Mavsilning dongli qozisi, katta muhaddislardan. Hadislari nayat mazmut deb ta'riflangan buyuk bir shaxs hamda. Uning ustiga bu zot bunda fiqh qatlimi bilan hadis qatlimini tang elib mangan shu qatodagi ulamolarniki biri deb ta'riflangan. Hatto katta tarixchilardan Ibn Sa'd rahmetullohi alayh bu kishining hadislarining nayati ko'pligi, o'zining ishonchlik bir ulamo ekanligi, muhaddis ekanligini ta'riflab mushayatda baho bergan. Undan boshqa ulamolar rostchil, ishonchlik deb shunday degan. Bu jihatda ulamolarniki nayat nurg'un yaxshi baholar bor. Ayni vaqtida bu odam shu Armeniyaga qozi bo'lgan. Armeniyaning Ermenistonga qozi bo'lgan. Ermeniston ayni vaqtida musulmonlarniki zemin hamda bu yerda. Ermeniyada qozilik qilayotgan paytlarda ko'zi og'rib qolib, ko'z davolashda ya xatolik bo'lganmi, shu jihatda bu odamniki hamda ko'zi olib qolgan. Keyin ko'piga qaytib kelgan hamda. Bu kishi mesela Yahya ibn Said al-Ansari, Hisham ibn Urva qatorliq kishilardan rivoyat qilgan. Bu nechqatim tarixi o'tgan buyuk muhaddislar hamda. Bu odamning nayat nurg'un shogirdlari bor. Masalan, Abu Bakr ibn Shayba, Osman ibn Shayba deydigan, Abi Shayba deydigan katta muhaddislar bor, masalan, kitoblar bor. Shular bu odamniki ustozi bo'ladi. Bu zot 189-yili o'lib ketgan mashhur alloma, Alloh rahmat qilsin. Endi bu Ali ibn Mushir deydi bizga Abu Ishaq, u kishi bo'lsin Shaybani deydi. Ya'ni Abu Ishaq Shaybani degan odam hadis so'zlab bergan edi deydi. Abu Ishaq Shaybanining ismi Sulaymon ibn Abi Sulaymon nomi bilan mashhur bo'lib, Abdullah ibn Abbosningki ozodgarlardan deb sanaladi. Bu zot İmam Ahmed rahmetullohi alayhniki nayati bakmo o'zinki qiziqishini qo'zg'agan odam. Boshqa ulamolar nayati hujjat, ishonchlik, rostchil, yaxshi degandek baholarni yog'dirgan. Demak, umuman ilbiqa vaqtida hadis ulamolarniki nayati katta baholarga erishgan buyuk alloma. Bu kishi hamda katta muhaddislardan Shobat ibn Hajjaj, Sufyan as-Savri qatorliq muhaddislarniki ustozi bo'ladi. 129-yili o'lib ketganligi xotirlangan bu odam. Endi bu Shaybani degan nayat katta bir qabila arablarniki, buyuk qabilalarniki biri. Mesela İmam Abu Hanif rahmetullohi alayhining shogirdi Muhammad ibn Hasan Shaybani deymiz. İmam Ahmed ibn Hanbal Shaybani deymiz. Shular asosan shu Shaybani qabilalariga tabi shaxslar. Ammo bu Shaybani qabilasimi ikki mashhur ikki. Birisi shu Bakri qabilasidan taralgan, yana birisi bo'lsa Zuhal qabilasidan taralgan. Ikkilisini Shaybani deymiz. Ammo madem Bakri qabilasidan taralgan Shaybani guruhi tabi. Endi Abu Ishaq Shaybani Abdurrahman ibn Aswad degan kishidan hadis rivoyat qilyapti. Abdurrahman ibn Aswad nechqatim tarjimalar o'tgan.
Bu kişi dadısida rivoyat qilgan, dadisi Asvad ibn Yazid degan kishi. Bu Kitabul Ilmda tarjimali o'tgan. Endi Ayşe anamızga kelsak, bu anamızınki tercümali quyoshimi bak ro'shan, aniq. Bu anamız deydi, bizning birerimiz, yani ayollarning birasi hayzdor bo'lib qolgan bo'lsa, ya'ni odat ko'rib qolgan bo'lsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam shu ayolni quchoqlamoqchi bo'lsa, darhol o'ziniki hayzi chiqayotgan paytlarda uni ishdan kelishga buyuradi deydi. Ondan uni quchoqlaydi degan. Bu yerda favr iboratini ishlatgan. Favr degan qozonning qaynaganini bildirdi. Bu hayz odat degan qaynab chiqmaydi. Bundaq demoqchi bo'lgani bu mubolig' shakldagi bir iboratni ishlatilgan bo'lib, ya'ni hayz qani shu to'xtamay kelayotgan paytlarda demoqchi. Ayşe anamız yana shundoq deydi. O'zinki payg'ambarimizning bu qilmishiga qarta o'zinki ko'z qarashini ilova qilib bu jihatda sizlarning qaysinglar o'zining shahvatiga ega bo'la oladi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam o'zining shahvatiga ega bo'la olgandek deb shundoq degan. Ya'ni demoqchi bo'lgani payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ma'sum bir zot. O'zining nafsini kontrol qila oladi, shahvatini kontrol qila oladi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam. O bir insonlar ichidagi ilohiy qudrat bilan eng mukammal bir shaxs. Yomonlikdan, gunoh ma'siyatdan saqlangan, Allohning qo'g'dishiga muyassar bo'lgan, noil bo'lgan buyuk bir payg'ambar. Shuningdek o'zinki shahvatiga ega bo'lishni, o'zining nafsini kontrol qilishni biladi. Shuningdek ummatga bir bosh bo'lgan, o'zining nafsini kontrol qila olg'achqa. Sizlarni birini qanday bunda qila oladi deydi. Demak, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bunda o'zining nafsini kontrol qila olganga o'xshash, sizlarni kontrol qilishinglar astroq yoki to'yan bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni payg'ambarimiz qilganni qilaman deb o'zingni bak urib ketmanglar bu jihatda. O'zingniki nafsini dangsab biqib ish qilinglar demoqchi. Bu hadisga Xolid va Jarir Shaybondan ergashgan. Bu yerga ergashish hamda Ali ibn Musir degan kishiga ergashgan demoqchi. Undaqda bu hadisni Xolid degan muhaddis va Jarir degan muhaddis Shaybon yo'l orqali yana boshqa shaklda rivoyat qilgan demoqchi. Bu hadisniki isnodi, ya'ni rivoyat qilingan yo'li biroz ko'p demoqchi-da. Undaqda bu hadisniki sahihlik darajasi va shundoqla kuchi bundan taxim oshidi. Endi 303 nomerlik hadisda Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi bizga Abu Nu'man hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Abu Nu'man Arim ibn Fazl nomi bilan boshda o'tgan Imom Buxoriyniki mashhur ustozi, Kitabul Imonda o'tgan bu kishi. Bu zot deydi bizga Abdulvahid hadis so'zlab bergan edi deydi. Abdulvahid ibn Ziyad degan kishi bosh tarjimali o'tgan. Bu kishi deydi bizga Shayboni hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu yerdan Abu Saq Shayboni degan kishi. Bu kishi deydi Abdullah ibn Shaddad degan kishi bizga hadis so'zlab bergan edi deb shundoq deydi. Endi bu Abdullah ibn Shaddad kim o degan vaqtida o'zi ko'piganchimiz kelib turadigan odam bo'lib, onasining ismi Salma bint Umays al-Xasamiyya deyilgan. Ya'ni Asma bint Umays degan kishining ayolniki singlisining bolasi. Asma bint Umays kim o? Bu ayol Ja'far raziyallohu anhuning ayoli. Undaqda Ja'farning ayoli Asma Abu Bakr, Hazrat Ali masalan. Undan boshqa necha sahobalar bilan to'y qilgan. Bu ayol o'zining islomga oid mashhur buyuk bir qahramon ayollarniki biri. Yo'lda bilan Habasistonga hijrat qilgan, uning ustiga o'zining iymonini saqlash yo'lida hayotida nurg'un badallarni to'lagan, o'ziniki yo'ldishiga kuch qatgan buyuk bir sahoba ayollarniki biri bo'ldi. Hem Selma bint Umaysmi Hamza ibn Abdulmuttalibniki ayoli. Bu ayolmi burunlan musulmon bo'lib,
Hamza radhiyallohu anhu to'y qilib payg'ambarimizning sevimli tog'asi shu Makkada Amoma degan bir qiz bo'lgan. Shuni masalan mush ayol tuqqan. Hamza ibn Abdul Muttalib Hijriya 3-yili Uhud urushida shahid qilingandan keyin bu ayol Shaddod ibn Had deydigan bir odamga to'y qilgan. Lekin to'y qilgandan keyin mush Abdullah ibn Shaddodni tuqqan. Onundan başqa Maymuna radhiyallohu anha Rasulullohning sevimli ayoli. Bu ayol bilan bularniki shu onu bir balkim tuqqandochilik bor, ya'ni ach-singillik munosabati bor. Shunlashqa bu yerda Abdullah ibn Shaddod o'zining hammasi Maymuna radhiyallohu anhadan anglaganligini ta'kidlab bundaq dedi. Men Maymunadan anglagan edim, bundaq degan edi deydi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam ayollarni quchoqlamoqchi bo'lgan vaqtida hayzlar altida ularni ishdan kiyilishga buyuratdi va ishdan kiyib olgandan ishdan kiyib oladi deyilgan. Bu yerda yuqoridagi hadisdagi mazmunlarni to'liqlab aytar ayolni quchoqlasa bo'ladi. Faqat ayollik munosabat bilan shu jinsiy munosabat o'tkazmagan ahvolasida undan qandoq hozirlansa bo'ladi degan yakunni bermoqchi. Endi bu hadisda Sufyan Shaybon degan kishidan rivoyat qilganligini bu yerda qayd qilib o'tilgan. Undaqda bu hadisni endi Shaybon o'zining shogirdlariga so'zlab bergan vaqtida ba'zisini Maymuna radhiyallohu anhaninki sanad orqali, rivoyat orqali, ba'zisini Oysha onamizning rivoyat orqali. Demak, payg'ambarimizningki sevimli ayollardan ikki ayol payg'ambar sollallohu alayhi vasallamninki mushu ayollik turmushini tasvirlab bergan bu hadis Shaybonga mushu ikki nuqtadan yetgan. Shunashqa Shaybon Abu Saq Shayboni o'zining ixtiyori bo'yicha ba'zi Maymuna nomidan, ba'zida Oysha onamiz nomidan bu hadisni so'zlab berganligi bilinib turibdi. Undaqda hamda bu yerda ishdan kiyib olishi ayol kishining hayzlari vaqtida bunoyat muhim bir eskartishlik bir nuqta. Buni sunnat desakmi, balkim xatolashmagan bo'lishimiz mumkin bu jihatda. Chunki payg'ambarimizningki bir buyruqni o'rinlash asosida qilingan har qanday bir buyruqni bajarib keltirish maqsadi qilingan ish niyat orqali taqimo ibodatga aylang'usi. Turmushdagi avvallar ibodat nuqul ibodat bo'lsa cho'qim ibodat, ammo turmushdagi odatdagi turmush masalalarimi Rasulullohning buyrug'ini ijro qilish shaklida o'rindalsa, ya'ni bu ibodat ko'tarildi. Niyat orqali hamda. Bugungi darsimiz mushayich bo'lgan. Sallallohu alayhi nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in.